asab sistemasidagi buzilishlar shu terining yog' bosishiga olib keladi. Bu rak bo'lishi mumkinmi? Doktorga boringmi? Spirtli ichimlik ichganda teridagi mayda tomirlarning kengayishi yuz beradi. Buning natijasida so'kini ishlab chiqishi ko'payadi. Psoriaz organizmdan butunlay chiqib ketmaydi. Ugrini siqib chiqarish mumkin emas hech qachon. Bu nima uchun hidlanadi? Chunki o'ti, misol uchun sizni qizingizda bo'lsa, sizni qizingizni bolasiga o'tadigan gap emas. Assalomu alaykum. Men Abidova Zuhra Muratxo'jayeva, tibbiyot fanlari doktor, oliy toifali shifokor dermatovenerolog, Akfa Medline universitet klinikasida shifokor dermatovenerolog va dermatokosmetologiya bo'limining rahbari bo'lib ishlayman. Xalqimizdan teri kasalliklari to'g'risida juda ko'p savollar tug'iladi. Bugun mana shu tushgan savollarni ayrimlariga javob berishga harakat qilaman. Qanday qilib teri organ bo'lishi mumkin? Teri aslida qanday vazifalarni bajaradi? Teri bu inson tanasini tashqaridan o'rab turuvchi qobiq hisoblanadi va u 3 qismdan iborat: yuzaki, o'rta va teri osti qismi bo'ladi. Teri bir qancha vazifalarni bajaradi. Ulardan biri himoya vazifasi, tana haroratini mo'tadil ushlab turish vazifasi, immun tizimi sifatida ishlash vazifasi, keyin modda almashinuvida ishtiroki, keyin yog' ishlab chiqarish, ter ishlab chiqarish vazifasi, endokrin sistemasi sifatidagi va boshqalar. Keyingi savol: namuncha terini yog' bosishi mumkin? Buni qanday oldini olsa bo'ladi? Buning sabablari juda ko'p. Asosan buning sabablaridan biri ichki a'zolarda bo'ladigan kasalliklar, bo'qoq bezi kasalliklari, oshqozon ichak kasalliklari, anemiya kasalligi, ya'ni kamqonlik kasalliklari va asab sistemasidagi buzilishlar shu terining yog' bosishiga olib keladi. Keyingi savol: ugrini siqib chiqarish kerakmi yoki kerak emasmi? Ugrini siqib chiqarish mumkin emas hech qachon. Chunki ugridagi yiring yarmi terining yuzasiga chiqsa, yarmi orqaga qaytib ketadi va o'tda yallig'lanish kuchayadi va yangi ugrilar paydo bo'lishiga olib keladi. Sportchilar oyog'i nima sababli paydo bo'ladi va nega u juda yomon hidlanadi? Asosan u sportchilarni oyoq kiyimlari, bekiq oyoq kiyimlarini kiyishidan, keyin o'sha sportchilarni yuvinadigan joylari, keyin sport zallari va shulardan yuqishga ega. Undan tashqari yana ichki omillar ham rol o'ynaydi. Ichki omillarga ba'zi kasalliklar, immun tizimining pastligi, bo'qoq bezlarida bo'ladigan o'zgarishlar, oshqozon ichakdagi, ayniqsa qandli diabet kasalliklari bor insonlarda zamburug' yuqadi. Bu nima uchun hidlanadi? Chunki o'tda ter bezlarining faoliyati kuchayib ketadi. Barmoqlar orasidagi tez bezlarning faoliyati kuchayib ketish natijasida o'tdagi teridagi bo'ladigan mikroorganizmlarning faolligi oshadi. Shuning uchun o'tda oyoqda terlaganda hidlanadi. Keyingi savolimiz shundan iboratki, qizim 25 ga kirdi. Sovchilar oq dog'larini ko'rib, bu avloddan avlodga o'tadi deb qaytib ketishadi. Vitiligo genetik kasallikmi? Oq dog'lar yoki vitiligo bu ko'p sababli irsiyatga moyil autoimmun kasalliklarga kiradi. Haqiqatda agar barcha kasalliklarni 100% deb oladigan bo'lsak, 50% da irsiyatdan o'tishi mumkin. Lekin albatta shu irsiyatda bo'ladi. Misol uchun sizni qizingizda bo'lsa, sizni qizingizni bolasiga o'tadigan gap emas. Bu har bir avlodda emas, 2-3 avlodda ham uchrashi mumkin. Keyingi savollar shundan iboratki, issiq havolar boshlanyapti. Quyosh nurlari saqlovchi qanday vositalarni tavsiya qilasiz? 30 SPF va 50 SPF nima farqi bor? Albatta issiq kunlarda, yozning issiq kunlarida yoshdan saqlovchi vositalarni qo'llash ma'qul. Bu har xil kremlar, emulsiyalar bo'lishi mumkin. SPF 30, SPF 50 bu o'sha vositalarning saqlash kuchi hisoblanadi. SPF 30 bo'ladimi, SPF 50 bo'ladimi, undan yuqori bo'ladimi, ma'lum vaqtdan keyin o'z kuchini yo'qotadi. Keyingi yana bir qiziqarli savol: bu terim juda quruq. Yoz kelgan sari qurishni boshlayapman. Chunki juda ham qurib ketadi. Nima maslahat berasiz? Teri qurishining
eng birinchi sabablardan biri bu yosh. Katta yoshliklarda teri quriydi albatta. Ikkinchi sababi bu binafsha nurlarining ta'siri. Keyingi sababi bu o't qopidagi o't dimlanishi. Undan keyin vitamin D ni yetishmovchiligi bu teri qurishiga olib keladi. Buni maslahat shundan iboratki, agar teringiz qurib ketgan bo'lsa yoki sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Qariganda teri osilib ketishining sababi nimada? Terida quruqlashish, suvini kamayishi, yog'ni ishlab chiqarishi kamayishi, kollagen va elastik terini tarang qilib turadigan tolalarning ishini sustlashishi va mushaklarning sustlashishi vujudga keladi. Shuning uchun yoshi katta odamlarda teri asta-sekin osilib boradi. Hozir biz xalqimizdan kelgan bir qancha savollarga javob berishga harakat qildik. Agar sizda qandaydir savollar tug'ilsa yoki oila a'zolaringizda kimdadir savollar bo'lsa, izohlarda yoki kommentariyalarda berishingiz mumkin. Biz o'zimizni qo'ldan kelgancha shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Med 36 jamoasiga men Abidova Zuhra Murodxo'jayevna, shifokor dermatovenerolog.